Друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайк, делитесь с друзьями и главное, не забудьте подписаться на канал. Ваша подписка мотивирует нас создавать еще больше интересного контента. Auto Insight kanaliga yana xush kelibsiz. Bugun biz 2026 Can Chevrolet Lacetti'ning eng so'nggi va batafsil ko'rinishini ko'rib chiqamiz. Bu kompakt sedan avvalgidan ham ancha zamonaviy, nafis va funksiyalarga boy shaklga o'tgan. Lacetti doimo arzon, amaliy va kundalik haydovchilar uchun qulay mashina sifatida tanilgan. Ammo 2026-yilgi model Chevroletning byudjet sedanlarini ham premium darajaga yaqinlashtirish istagini aniq ko'rsatmoqda. Narxni haddan oshirmagan holda. Birinchi nigohda yo'q, 2026 Lacetti yanada ishonchli va zamonaviy ko'rinadi. Oldi qismda yanada o'tkir LED chiroqlar, kengroq radiator panjarasi va silliq aerodinamik chiziqlar avtomobilga yanada pishiq va jiddiy ko'rinish beradi. Yon chiziqlar toza va tarang. Biroz ko'tarilgan orqa dizayn esa avvalgi avlodlarda bo'lmagan Spartona kayfiyatni uyg'otadi. Chevrolet Lacetti'ni yosh haydovchilarga mos, zamonaviy, shu bilan birga oila uchun munosib klassik nafislikda ushlab qolmoqchi. Salon ichiga o'tganda bu model tarixidagi eng katta yangilanishlardan birini ko'ramiz. Yangi panel dizayni kengroq, texnologiyaga yo'naltirilgan, kattaroq sensorli ekran, yanada yaxshilangan smartfon ulanishi va qayta ishlangan instrument paneli salonga premium ruh bag'ishlaydi. Yuqori komplektatsiyalar, yumshoq materiallar, simsiz quvvatlash, avtomatik iqlim nazorati va uzoq masofada haydashda qulay bo'ladigan takomillashtirilgan o'rindiqlar bilan jihozlanadi. Hatto bazaviy model ham kuchaytirilgan ovoz izolyatsiyasi va ergonomikasi tufayli avvalgidan ancha pishiq seziladi. Kapot ostida 2026 Lacetti ixcham, tejamkor dvigatellarni davom ettiradi, biroq ular endi yanada silliq va javob beruvchi bo'ldi. Yangilangan 1.5 litrli va ixtiyoriy turbo variantlar shahar ichida ishonchli haydash uchun yetarli kuch beradi. Shu bilan birga yoqilg'i tejamkorligini ustuvor qiladi. Uzatmalar qutisi qayta sozlanib, o'tishlar yanada yumshoq bo'ldi. Bu esa kundalik haydashni sezilarli darajada qulaylashtiradi. Osma qismi ham yaxshilangan bo'lib, notekis yo'llarda barqarorlikni oshiradi va Lacetti'ning yengil boshqaruvini saqlab qoladi. Xavfsizlik bo'yicha ham jiddiy o'sish bor. Komplektatsiyaga qarab, endi yo'lni ushlab turish tizimi, ko'r maydonni nazorat qilish, orqa kesish harakati ogohlantirishi va 360 darajali kamera kabi ilg'or funksiyalarni olish mumkin. Bular avval qimmat sedanda bo'lardi. Mustahkamlangan korpus bilan birga yangi Lacetti oila va kundalik haydovchilar uchun yanada xavfsiz haydash tajribasini taqdim etadi. Umuman olganda 2026 Can Chevrolet Lacetti kompakt sedanlar segmentida juda to'liq va jozibali paket bilan qaytdi. Zamonaviy dizayn, yaxshilangan qulaylik, yangilangan texnologiyalar, tejamkor dvigatellar va kuchaytirilgan xavfsizlik bularning barchasi Lacetti'ni soddaligini yo'qotmagan holda byudjet uchun ajoyib tanlov qiladi. Agar siz kundalik hayot uchun amaliy, lekin avvalgidan ham ancha premium ko'rinishga ega sedan izlayotgan bo'lsangiz, 2026 Lacetti albatta e'tiborga loyiq. Auto Insight kanalida kuzatishda davom eting. Biz sizga yana ko'plab yangi avtomobil sharhlarini taqdim etamiz.